Damas avtomobillarini foizsiz bo'lib berishga, ya'ni rassrochkaga xarid qilish shartlari yanada osonlashgan. Hozirgi paytda 25% to'lovni amalga oshirsangiz 12 oyga, ya'ni 1 yilga, 30% oshirsangiz 16 oyga, 40% oshirsangiz 24 oyga, 50% oshirsangiz sizga 24 oydan 30 oygacha befoiz bo'lib berishga beriladi. Agar 50% dan ham ko'p to'lasangiz, juda ham qulay shart kechadan ochildi. Ish haqqiga ega bo'lgan mijozlar uchun 60% to'lovni amalga oshirsangiz sizga 46 oyga foizsiz bo'lib berishga beriladi. Agar 60% to'lasangiz, sizga 58 million atrofida bo'lsa kerak, hozirlarga hisoblab beraman. Oyiga 760 ming so'mdanmi shunday chiqadi. 759 ming so'm atrofida chiqadi. Oylik to'lov juda ham kam, 46 oy, 48 oy ham emas. Tez to'lab turishlaringiz ham mumkin bo'ladi. Ko'pchilikgacha video joyladim shu bo'yicha Instagramga. 60% to'lab 46 oy qilib o'tirmay, birdaniga 12 oy, 15 oy, 20 oyga yopib olsak bo'ladimi deb. Albatta, siz befoiz bo'lib berishga o'ylabsiz. Xohlang 15 oyga yoping, xohlang 46 oyga yoping. O'sha pulni bo'lib to'lashingiz mumkin bo'ladi. Avtomobil narxi, passajirning narxi 96 million 932 ming so'm. Oylik to'lov grafiklarini ko'rishingiz mumkin. Agar yaxshi ko'rinayotgan bo'lsa, skrinshot qilib olib ham ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Yesicha buni kanalimga ham, Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Pastda grafik deb silka qoldiraman. Kirib ko'rishingiz, ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Eng kamida 25% to'lab Damas avtomobilini rassrochkaga xarid qilishingiz mumkin. Aynan Damas deyapman, chunki Laboni oyi biroz kamroq aytib bergan bo'lsanglar, Labo deb qo'yib 12 oy degan bo'lsa. Misol uchun Damasga 25% to'lab 16 oy olsangiz, Laboga 16 emas, 12 oy bo'ladi. 30 oy to'lab Damasni 18 oyga olsangiz, Laboga 14 oy bo'ladi. Qisqasi, negadir men bilmayman, Laboni oyi Damasga nisbatan biroz kamroq. Damasda nalichiga mavjud, oddiy mana shunaqa odam tashlaydigani ham yuk ham odam tashlaydigan varianti, kombi varianti ham nalichida bor, bemalol kelib to'lov qilsanglar bo'ladi. Yuk tashlaydigan varianti, ya'ni umuman o'rindig'i yo'q varianti, faqat oldinda shofyor passajir o'tiradigan varianti ham nalichida bor. Narx farq qiladi. Bu 96932, bu sal qimmatrog'i. Bu 96449, 500 ming so'm atrofida arzon. Vani ancha arzon bo'ladi, chunki unda o'rindiqlar o'ynada bo'lmagani uchun. Uni ham bu yerda narxi o'zini ham bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozirgi paytda Damasga 50% to'lovni amalga oshirayotganlar uchun juda ham zo'r qulayliklar bor. Aniqroq aytganda, ikki xil variant bor rassrochkaga. Misol uchun, mashina narxi 96932 bo'lsa, siz buni bo'lamizkiga teng yarim narxini berib 24 oyga olsangiz bo'ladi yoki 30 oyga olsangiz bo'ladi. 24 oyga sug'urta to'lovsiz qilib chiqarib beriladi. Ya'ni mana shu summani to'laysiz, tamom, boshqa to'lov qilinmaydi. Sizga bo'lamiz 24 oyga 2 million 19 ming so'mdan 2 million 20 ming so'mdan chiqyapti befoiz o'zini pulini bo'lib berishingizga. Agar yo'q, bu biroz ko'plik qilyapti, oyni biroz ko'paytiraylik, o'sha 30 oylik olaylik desangiz, 30 oyga 1 million 615 ming so'mdan chiqyapti. Faqat 30 oyga unda sug'urta to'lovi bo'ladi 1 million 200 ming so'm atrofida, adashmasam, buni Asaka Bank sizlarga solaveradi. 30 oyligi Asaka Bank bilan chiqadi. Mana bu 24 oyligi Infin Bank bilan chiqadi. Buni o'zingiz uchun bilib qo'yganingiz yaxshi. Baribir salom berganingizda, salonsiga shartnoma bergandan keyin borib bankka hujjatlarni rasmiylashtirasiz-ku, o'sha payti 24 oy qaysi bank ekan deb o'ylab o'tirmaysiz, to'g'ri Infin Bankka boraverasiz. Ma'lumot o'rnida, agar Labo xarid qilmoqchi bo'lsangiz, Laboga sug'urta to'lovi bor. Siz qaysi bankdan olishingizdan qat'iy nazar, Laboga besug'urta tartib mavjud emas. Qaysi bankdan olsangiz ham qisqasi sug'urta to'laysiz faqatgina. Damasga Onyx Trackerlarga besug'urta tartib bugun kecha kunduzda, ya'ni masalan sanani ko'rsataylik, 23-iyun holati bo'yicha hamma bankda Laboga sug'urta mavjud. Xarid qilib olib ketish qanaqa bo'ladi? Kelasizlar, salondan shartnoma olasizlar. Misol uchun shu bankdan, Asaka bankdan chiqaryapsizlarmi? Chiqarasizlar, to'lovlarni kassaga to'laysizlar va mashinani bemalol tanlab olib ketisizlar bo'ladi. Damaslar ko'p, bemalol tanlab olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar va xarid qilgan mijozlarga, Navoiy Avtotech xizmat avtosalonidan kelib olgan mijozlarga benzin qo'shib beriladi, bonusga 20 litr, polik qo'shib beriladi, aptechka nabor, ограничитель nabor, podnomerlar bonus tarifasida mijozlarimizga taqdim qilinadi. Ishinglar qancha vaqtda bitadi? Uzoqroq aytganda, yarim kunni rachot olib kelsanglar yaxshiroq. O'zi undan ham tezroq bitishi mumkin. Misol uchun, hozir kelsangiz 1 soatda olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Endi dushanba kuni kelishinglar bor, hafta boshi to'g'rilashadi, har xil vaziyatlar bo'ladi. Yarim kun rachot olib kelsanglar bo'ladi. Ya'ni 9 ga salon kelsangiz, obedlarcha olib chiqib ketasiz. Agar obedga kelsangiz, o'sha banklar 1 dan 2 gacha obed qiladi. 2 dan keyin ishinglar boshlanadi. Bemalol shu banklarning ish vaqti tugagancha 5-6 gacha rasmiylashtirib olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Odam deganda navbat o'rtacha bo'lgan holatda.
navbat kamroq bo'lsa, undan ham tez ishinglar bitadi. Mana sizlarga ochiq, tiniq ma'lumotlarni beryapman. Va hujjatlarni rasmiylashtirishga nimalar kerak bo'ladi deb so'rashadi. Hujjatlarni rasmiylashtirmoqchi bo'lsangiz, misol uchun damasni olmoqchimisiz, siz o'zingizni pasportingizni olib kelasiz. Albatta, pul olib kelasiz va turmush o'rtog'ingiz bo'lsalar, turmush o'rtog'ingiz, ZAGS qog'oz va pasportlari. Ya'ni ikkita pasport, ZAGS qog'oz bilan kelasizlar. Agar bo'ydoq bo'lsanglar, ZAGS qog'oz ham kerak emas, turmush o'rtog'i ham kerak emas. Shunda o'zlaringiz pullaringiz va pasportlaringiz bilan kelib, rasmiylashtirib olib ketishlaringiz mumkin bo'ladi. Menimcha sizlarga aniq-tiniq ma'lumotlarni berib o'tdim. Agar grafiklar bo'yicha ma'lumot kerak bo'lsa, Telegram kanalimga tashrif buyurib, Avtovloguz Telegram kanaliga tashrif buyurib, ma'lumot olishingiz mumkin. Men o'zim o'sha yerda bo'laman. Savollaringiz bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Boshqa viloyatdan borib, sizning saloningizdan olsak bo'ladimi deb so'rashadi. Bemalol boshqa viloyatdan ham kelib olishingiz mumkin. Faqat tepada aytgan gapim, vaqtini, rachotini olib kelish kerak. Ertalab shu yerda bo'lsangiz, ishingiz boshqa viloyatdan kelayotgan bo'lsangiz, tezroq bitadi. Obeddan kelsangiz, balkim banklar bazasi ishlamay qoladi, odam ko'p bo'lib qoladi. Keyin yana bir kun orqaga surilsa, uzoq yo'lga borib kelishinglar qiyin bo'ladi. Ertalab kelsanglar, ishinglar aniq-tiniq bir kunga bitib ketadi. Shunaqa aniq-tiniq ma'lumotlar olish uchun Sherxon Live YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.